Qo'qon shahrida aholining kommunal muammolari 24/7 rejimida hal etilmoqda. Ushbu maqsadda tashkil etilgan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik shtabida turli sohalar mutasaddilaridan iborat ishchi guruh tunu kun faoliyat olib bormoqda. Aholidan kelib tushayotgan murojaatlar hamkorlikda tahlil qilinib, barcha mas'ul idoralar tomonidan muammo va masalalar tezkorlik bilan hal etilmoqda. Bu shtab tarkibida shahrimizdagi barcha kommunal idora xodimlarini, mas'ullarni bir joyga jamladikki, har qanday xalqdan tushgan murojaatni ahillik bilan birgalikda joyida bartaraf etish yuzasidan barchani bir joyga jamlab turib, bu shtabimiz o'z faoliyatini boshladi. Tezkor shtabning tashkil etilishi mavsumga hozirdan puxta tayyorgarlik ko'rish, joylardagi kamchiliklarni barvaqt aniqlash va bartaraf etish, shuningdek kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishga qaratilgan. Fuqarolar kommunal sohadagi muammo va takliflari yuzasidan 24/7 rejimida shtabning 73 542 42 40, 73 542 22 39 telefon raqamlari yoki Qo'qon shahar hokimligining Telegramdagi rasmiy Kakan Hakimbot botiga murojaat etishlari mumkin.